Men Suyunov Nurbek, Samarqand viloyatida tug'ilganman. Yoshim 17 da. 15 yoshlarimdan tradingga qiziqishni boshlaganman va 16 yoshimdan Btrader akademiyasiga kelganman va o'qishni boshlaganman. Traderlik tanlashimdan maqsadim ko'p daromad topish. Meni qattiq tartib intizomga olishmagan. Nimani xohlasam olib berishgan. Menga shu tarbiya kelajakda xohlagan narsamni ola olishim va ola olaman degan gap o'zimga aytishim, oldimga maqsad qo'yishim juda ham katta ta'siri bor. Oldimga katta maqsadlarni qo'yaman va erishishimni bilaman va erishaman. Men uchun hayotimda eng katta qo'rquv ota-onam xohlagan narsalarni ola olmasligi, ota-onamning menga bo'lgan ishonchi so'nishi eng katta qo'rquvim. Yuzlarini yerga qaratish hayotimdagi qarorlarimga juda katta ta'sir qiladi. Biror ish qilishimdan oldin bu ma'qulmi, ma'qul emasmi, bu o'zimga savol beraman. Buni oxirini o'ylayman, nima bo'lishini. Chunki hayotimda har bir qo'yayotgan qadamlarimda kontrolga olib, nazoratga olaman. Ota-onamning yuzini yerga qaratadimi, qaratmaydimi? Bu men uchun juda ham katta ahamiyatga ega. Birinchi o'rinda shuncha ishonch beryapti, sen uddalisan deyapti, lekin siz bu yerda ota-ona yuzini yerga qaratsangiz, erkak kishiga yarashmaydi. Traderlikda eng kerakli fanlardan biri matematika va ingliz tili kerak bo'ladi. Men o'shalarni chuqur o'rgana olmaganman, chunki o'rtoqlarim bilan darsdan qochganmiz, voleybolga borgan, futbolga borganmiz, o'sha xatolarni qilmagan bo'lardim. U vaqtda yosh bo'lganmiz, xushchaqchaq, qiziquvchan bo'lganmiz. Agar meni tarixga yozishganda buyuk trader deb eslab qolishlarini xohlardim va bunga harakat qilaman, buyuk trader bo'lishga. Traderlik haqida birinchi marta 2024-yil eshitganman. O'sha yoz oylarida eshitganimdan keyin Btrader akademiyasiga kelib, shu yerda o'qishni boshlaganman. Bu yerga kelganimga 1 yillab bo'lib qoldi. Menga bu sohani o'zim internet tarmoqlaridan ko'rganman. O'zim qiziqish bildirganman va odamlarga aytganman. Ada, men shu kasbga qiziqyapman, olib boring deganman. Va olib kelganlar. Birinchi taassurotim yaxshi bo'lgan. Hayajon bilan bo'lgan, zo'r bo'lganlik. Birinchi tradim minus bilan boshlangan. Minus bo'lgan joyda o'sish bo'ladi. Eng katta yutug'im $700 bo'lgan bir kunda. 4 soatlarda topilgan bu. 6-7 soatlarda qilingan. Ilk qilgan minusimda men o'zimga o'zim aytganman, bu senga saboq bo'lib qolsin, boshqa qaytarma deganman. Esingda tut, nimaga minus qilding? Sababi o'sha xatoni qaytarmaslik kerak. Menga bu saboq bo'lib qolgan. Traderlikda minus bu traderni kuchaytiradi. O'zimni trader sifatida birinchi marta Btraderga kelganimdan beri o'zimni trader deb hisoblaganman. Kelganimda boshlay olganim. Ko'pchilik ikkilanadi, boshlamaydi, aldov unaqa, bunaqa degan gaplar ko'p bo'ladi. Kelish kerak, boshlash kerak, faqat boshlay olish. O'sha vaqtlarda men $50, $100 topsam, o'zim xursand bo'lardim. Hozirda $50, $100 men uchun odatiy hol bo'lib qolgan. Har kuni topa olaman deb bilaman. O'sha vaqtda bu katta yutuq edi. Hozirda minimum $200-300 yaxshi daromad bo'ladi bir kunda. Traderlik hayotimni juda katta o'zgartirdi. Oldimga qo'yadigan maqsadlarim aniq, erisha olishimga ishonaman o'zimga. Trader sifatida kunim har xil boshlanadi. Bir xil vaqtda minus bilan boshlab, plus bilan chiqib ketgan vaqtlarim bo'ladi. Plus bilan boshlab, minus bilan yopib chiqib ketgan vaqtlarim bo'ladi. Hissiyotlarimni tinchlantiraman, og'ir bosiq qilaman o'zimni. Hech qanaqa emotsiyaga berilmaslikka harakat qilaman, minus bo'lsa ham, plus bo'lsa ham. Traderlikda 80% daromad qilishingizni bu psixologiya aytib beradi. Psixologiya, emotsiyaga berilib ketish bu eng katta xatolardan biri. O'shaning uchun men birinchi tradim boshlaganimda kunimni o'zimni bosib olaman, og'ir bosiq qilib olaman va emotsiyalarga berilmaslikka harakat qilaman. Chunki bu xato minus qilib qo'yish ehtimoli katta bo'ladi. Eng omadli tradim 4 soat ichida $700 daromad qilganim bo'lgan. Omadli ham deb bo'lmaydi, chunki traderda omad katta rol o'ynamaydi. Asosiysi disiplina katta rol o'ynaydi. Pul men uchun hamma narsa. Pulingiz bo'lsa, xohlagan narsangizni ola olasiz, xohlagan ishingizni qila olasiz, xohlagan joyingizga bora olasiz. Hozirda 21-asrda juda katta narsani pul hal qiladi.
men uchun pul kuchli motivatsiya manbai. Sabab siz cho'ntagingizda $1000 pulingiz bo'lsa, siz hech qachon tushkunlikka tushmaysizda. O'ziga вообще pikka chiqqan bo'ladi. Agar men $1 million bugun topganimda, birinchi o'rinda oilamni ehtiyojlarini qondirardim. Iloji boricha. Undan ortib qolsa, ota-onamdan ortadigan bo'lsa, biznes ochardim. O'sha pulni оборот qilishga, o'sha pulni yanada ko'paytirishga harakat qilardim. Endi boshlayotgan treyderlar o'rganish kerak, ko'proq o'rganish kerak. Ustozning orqasidan yurish kerak, ustoz aytganini qilish kerak. Strategiyalarga amal qilish kerak, buzmaslik kerak, psixologiya, emotsiyalarga berilmasdan savdo qilish kerak deb bilaman. Maqsadni aniq qo'yib, men treyderlikni tashlamayman. Dal shu sohani professionalniy o'rganaman. Umuman tashlash niyatim yo'q. Yo'q, bunday bo'lsa bo'ladi. Men shunaqangi darajaga erishishim kerak, hamma o'ylagan niyatlarimga erishib, yana qo'shimcha bizneslarim ochib, o'zimga moliyaviy muammolarni hammasini hal qilib, keyin o'zimni farzandlarimga bu sohani o'rgatib, keyin treyderlikni tashlasam bo'ladi. Nafaqaga chiqsam bo'ladi-da, o'sha nafaqaga chiqish. Men treyt qilayotganimda ham biron bir yilga kirsam, undan qachon chiqib ketishimni belgilab qo'yaman. Treyderlikda ham ma'lum bir vaqt keladi. Treyderlikdan ketadigan vaqtim keladi. Lekin men buni aniq belgilay olmayman. Buni vaqt ko'rsatadi. Lekin meni orzu maqsadlarim, hali bu karyeramni yuksak darajalarga olib chiqaman. Oldimga qo'ygan maqsadlarimni barchasiga erishaman. Hayot menga yana bir imkon berganda, albatta treyderlikni tanlagan bo'lardim. Eng katta qiyinchiliklardan olib chiqqan o'zimni bosib olishim, og'ir bosishligim meni ko'p joylardan olib chiqib ketgan. Shu deb bilaman. Eng katta qiyinchiliklardan olib chiqqan odatim bu oilamga murojaat qilishim, adamga, onamga. Chunki ular to'g'ri qaror qabul qilishni bilishadi. Ularga aytaman, maslahatlashaman. Ota-onamni, yaqinlarimni fikri men uchun juda ham katta ahamiyatga ega va meni ko'p joylardan olib chiqib ketgan. Ular to'g'ri qaror qabul qilishni bilishadi. Shu meni qiyinchiliklardan olib chiqib ketadi. Ota-onamni fikri. Eng ko'p eshitgan shu yaqin orada bo'lgan treyderlikni boshlaganimda, chunki ko'pchilik treyder deganda qimor, o'shanaqa narsalar xayoliga keladi ko'pchilikning. Yo'q, qimor emas. Ko'pchilik ishonmaydi. Yo'q, katta minusga kirib ketasan, unaqa bo'lib ketadi, bunaqa bo'lib ketadi deb noto'g'ri fikrlar bo'lgan. Men u fikrlarga e'tibor qilmasdan treyderlikni o'rganganman va afsuslanmayman. Qolgan yoshlarga ham shuni maslahat beraman.